Soddadil, hamma narsani boricha ko'rsatadigan Muhabbat O'rinovaning hammadan yashiradigan siri ham bormi? Hammasini aytganman. Hattoki qalbaki atsa taxlab quyga tushganlarimgacha aytganman. Muhabbat o'zi blogerlikdan avval qanday kasb bilan shug'ullangansiz? Tadbirkor bo'lganman. Hozir ham Qizingiz borligini qachon ochiq-oshkora aytmoqchisiz? Yo, tavba qilim. Bunaqa gap qayerdan chiqdi? Chiqdi-da. Balki dadasining qizlari bordir. O'gay qizimdir-a? Umuman qiz farzandli ham bo'lish niyatingiz bormi? O'zi ertaga kelin qilasiz. Yo'q. Endi kelinlarim qiz olib kelishadi. Yo'q, kelinlarimni o'zi qiz bo'lishadi. Muhabbat rostdan eringiz bormi? Bu qanaqa savol bu? Uchta bola qayerdan? Ismlari Nuriddin. Ikkalamiz tengdoshmiz ham. Yosh turmush qurganmiz ham. Xo'jayinim ham yoshgina uylanganlar. Shuning uchun farzandlarimiz o'zimizdan-da buylar katta-katta berib qo'ygan. Eringiz biron marta yig'ishtir shu ishlaringni deb urishganmi? Yo'q. Doimiy meni har bitta qarorlarimni hurmat qilganlar. O'g'illaringizni orasida qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hozircha kichkintoyni. Eringizni kim bilandir ushlab olsangiz, nima qilasiz? Blagodar e'lon qilaman. Vaynlaringizni ko'pchiligi real hayotdan olingan ekan. Shu gap to'g'rimi? 100% hammasi real hayotdan olingan, faqatgina ozgina yumor aralashtirganmiz yoki ozgina qo'pollashtirganmiz, bo'rttirilgan holatda chiqaramiz. Erim menga pul bermaydi deb noliganlaringizni eshitib qoldim va hatto psixologga ham bordingiz adashmasam. Shunaqa. Pul bermaydilar? Yo'q. Shuni aytib o'tmoqchiman, dadashjon, qachon pul berasiz? Hamma erkak pul beradi, faqat ayollar olishni bilishmaydi deyishdi. Rollaringizda juda ham samimiysiz, lekin ertaga kelin qilasiz. Biroz jiddiyroq bo'ladigan vaqtingiz kelmadimi? Qaynona bo'lsam, ustozlarim talaygina, oyijonim bo'lar, onajonim, opajonim, yangamulajonlarim meni nima deydi, ramkada ushlab, qattiqqo'l qaynona qilib tarbiyalashadi. Xudo xohlasa. Qo'llaringiz nimaga ko'kargan? To'rtta erkak bilan yashayman deymi? Urushasizmi ular bilan? Yo'q, o'g'illarim katta-katta bo'lgan, dadasi bor. Uchalasi uch yoqqa tortishgandan qo'llarim tamajidan ko'karib yuradi. Doimo quvnoq Muhabbat O'rinovani hayotda nima yig'latadi? Bir kunda kamida 4 marta, 5 marta yig'layapman, aldamayman. Shu Makka borib kelganimizdan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Balki bu Allohga yaqinlashib borayotganingizdan bir nishonadir. Bora-bora hijobga ham kirish niyatingiz bormi? Yo'q. Menimcha Allohga yaqinlikni hijob hal qilmasa kerak. Muhabbat oyiga qancha pul topasiz? Bu sir aytilmaydi. 10 mingdan balandmi? Ozgina kamroq. Sizda dugonalar juda ham ko'pmi yoki sanoqlimi? Dugonalarim juda ham ko'p, lekin bittasi bilan sir asrorsiz deydimi, nima deydi? Chegarasiz. Yaxshi kelin bo'lishni, qaynona bilan shunday chiroyli muloqot maydonini yaratishning o'ziga xos 3 ta fishkasini, ya'ni 3 ta jihatini ayting. Qaynonangiz gah desangiz qo'lingizga qo'yish sirini o'rgataman. Birinchisi tinmay maqtaysiz, ikkinchisi podarkalar berasiz, sovg'a salomlar, uchinchisi esa faqat minnatdorchilik, rahmatingizni aytishingiz kerak. Muhabbat sizga qarab turibman, mana hozir juda ham trendda lablar, qoshlar, yuzlar, dudoqlar, to'g'rimi? Ammo sizda hech narsa yo'q. Qachongacha shunday qolmoqchisiz? Bilmadim. Og'riqdan qo'rqaman. Va albatta o'ziga xos sovg'amizni ham e'lon qilamiz. Biz Muhabbat bilan Modern House uylariga yaxshigina bonus olganmiz. Marhamat, Muhabbat, bu bonusimizni e'lon qiling. Modern House uylari Buxoroda premium shaklda quriladigan uylardan boshlang'ich to'lovsiz, penya va foizlarsiz bitta uyimizni qo'lga kiritishingiz mumkin. Faqatgina sharti shu videomiz ostida juda chiroyli komment yozgan bo'lishingiz kerak. Biz esa bu kommentariyalarni jonli efirda aniqlaymiz, tanlab olamiz. Bittagina Muhabbatni senyoritalar va balki meni prinsessalarimdan biri ham bo'lishi mumkin. Faqat bir kishiga mana shunday bonusni taqdim etamiz. Boshlang'ich to'lovsiz, qolgan to'lovlarni amalga oshirgan holda xohlasangiz 1 xonali, xohlasangiz 2 xonali, xohlasangiz 3 xonali uyni olishingiz mumkin bo'ladi. Rostdan ham aytishganidan ham, maqtashganidan ham yaxshi insonsiz Muhabbat. Siz bilan ishlash juda ham maroqli. Yanagi ijodiy jarayonlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Katta rahmat. Senyoritalarimga oilaviy xotirjamlik, qalblardagi barcha niyatlar amalga oshishini tilayman.